jahonda kattaligi bo'yicha, nufuzi bo'yicha 10-o'rinda turadigan masjidga keldik. Pokistonni Islomobod shahri poytaxti bo'lgan Islomobod shahrida qurilgan masjid ekan. Darhaqiqat juda ham ulkan ekan. Buni video orqali qanchalik darajada tushuntirish, ko'rsatish imkoniyati borligini bilmayman, lekin haqiqatda juda ham katta ekan. Va eng qiziq jihati, qurilish jihatidan zamonaviy qurilgan ekan. Assalomu alaykum azizlar, mana hozir ko'rib turganingiz jahondagi eng katta masjidlardan biri bo'lgan Pokistonning Islomobod poytaxtining hududida joylashgan muqaddas bir makon. Shu hozirgi kunda yo'qolib borayotgan juda ham ko'p bizani madaniyatimizga xos bo'lgan mehr, muruvvat, bag'ri kenglik tushunchalari bu yerda bor ekan. Hali ham bo'lsa, bizani nima deydi? Bizda yomon demoqchi emasman, lekin bizda nisbatan kamayib ketyapti-ku shu narsalar. Bitta o'rganadigan narsalarimiz ko'p ekanda. Endi ko'rdim, qarang, bular rosa yasatar ekanda, mashinani bormi? Ko'zlarning rasmi bor-ku. Bu holva, murzovoylari bormi? Mana bu yuk mashinalari, avtobuslarni nihoyatda böyle gulla. Mana yana bittasini mana ko'rsataman. Mana bu bizga qiziqdi, O'zbekistonda yo'q narsa. Bizda bunaqa qilsa bilasizmi nima bo'ladi? Birinchi gayiga go'sht bo'ladi. Mana bolajonlar. Bolajonlar er-xotin mana kelib chiroyli rasm tushib ketishyapti. Men ba'zi payt kulib o'tiraman-da, gaplari bir xillarda mantiqsiz, bir xillari to'g'ri, bir xillari aqlli, bir xillari kechirasizlar tupoy gaplari. Lekin o'shalarni eshitib bir muvaffaqiyatga erishish ehtimoli bor, lekin ikkita bu Amerikaning kitobini o'qib olganda O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi u. O'zbekiston bilan Pokistonning iqtisodiy aloqalarini takomillashtirish uchun qator tadbirkorlar bilan birgalikda bu hududga keldik. Ana O'zbekistonning Pokistondagi rasmiy va muxtor elchisi Alisher aka bilan uchrashdik va yo'l-yo'laki ana shu joyga tashrif buyurib, ko'rib, kuzatib, tadbirkorlar bilan qaytish arafasidamiz. Hop. Azizlar, jahonda kattaligi bo'yicha, nufuzi bo'yicha 10-o'rinda turadigan masjidga keldik. Pokistonni Islomobod shahri poytaxti bo'lgan Islomobod shahrida qurilgan masjid. Darhaqiqat juda ham ulkan ekan. Buni video orqali qanchalik darajada tushuntirish, ko'rsatish imkoniyati borligini bilmayman, lekin haqiqatda juda ham katta ekan. Va eng qiziq jihati, qurilish jihatidan zamonaviy qurilgan ekan. Ko'pincha biz o'rganganmiz gumbazlar, Afg'onistonda masalan oltin rangida qilingan tomlarni ko'rganman. Chiroyli albatta, lekin an'anaviy desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. O'sha an'anaviy tarzda qurilgan. Bu esa zamonaviy tarzda qurilgan ekan. Hattoki mana minoralar ham mutlaqo o'zgacha. O'zi Ramazon kunlari bo'lgani uchun aytarlik odam yo'q bu yerda. Ko'pchilik dam olar ekan, chunki odamlar ro'za paytida ko'chaga kamroq chiqishar ekan. Shuning uchun bu yerda ham odam kam. Bu yerda miltiq otishyapti. Vazdushka, o'zimizni vazdushka. Target sana. Assalomu alaykum. Bizdan so'roqqa bitdi. So'roq namlik yuqori. Ha, namlik yuqori. Yomg'ir ham ko'p yog'ar ekan-a? Yomg'ir yozda yog'adi. Ha. Chunki men Malayziyaga o'xshagan davlatlarda men beton qilgani sal mo'g'illab qoladi. Ulasizmi, qorayib. Shunaqani ko'rdim-da bu yerda ham. Iqlimga keladigan bo'lsak, subtropik iqlim hisoblanadi. Bu
Malayziya kabi yoki Afrika davlatlari kabi daraxtlar ko'p bo'lgan, tropik, ko'p yomg'ir yog'adigan iqlimdan salgina keskinroq. Agar bilmasangiz bilib qo'ying, O'zbekiston hududi keskin kontinental deb hisoblanadi. Reska kontinentalniy deb aytiladi ruschasiga. Bu iqlimda qish nihoyatda sovuq bo'ladi, yoz esa nihoyatda issiq bo'ladi. Keyingisi subtropik hisoblanadi. Undan keyingisi tropik, ya'ni yomg'irlar ko'p yog'adigan va issiq bo'ladigan, ko'proq namlik ko'p bo'lgan hudud hisoblanadi. Bu yer aynan aytganimdek subtropik iqlim hisoblanar ekan. Mana bolajonlar er-xotin mana kelib chiroyli rasm tushib ketishyapti. Suratga tushamizmi? Bosdim, chiqib o'tganimni olasiz. O'zim chiqardim. Ishtondan xavotirman. Shundan xavotirman. Men musor yashigini oldiga turib qoldingiz-da. Ha, to'g'ri. Bundoq qilsak-chi? Ko'rmay qolmaydimi? To'smaydimi? Yo'q. Yo'nari qo'ydingmi? Shurasiga melik narsalarni yutishgan. Shundoq tushing, tak tushing. Anaqasiz tushing. To'ydan chiqib turib Teklavrusga boramizmi? Yana встречу. Asosiy urg'uni nimaga beryapman-da? Joyi anaqaligidan kelib chiqib shunaqa. Albatta muqaddas joy, albatta. Mana azizlar, oyoqlarimizni yechib, Ikki xil mramor o'rnatilgan tepada. Issiq mramori bor, sovug'i bor. Issig'ga oyog'ingiz bilan yurgan paytda sezasiz. Sovuq bo'lsa, mana issiq mramor ustiga oyog'ingizni qo'yganingizda issiqlik seziladi. Qoyil. Arabistondan olib kelingan shekilli. Shunga moslashtirilganda, qoyil. O'zi ochiq oxirgi payt bu albatta muqaddas makonlar, lekin hozirgi paytda qurilishlarda ham, ofislarda, mehmonxonalarda ko'p joyda mramor trendga chiqib ketibdi. Uyda ham hamma yerda mramor. Xonadonlarda ko'pini ko'ryapman, xonadon ofislarda ham qo'yishyapti. Endi baribir menga uncha yoqmaydi, chunki marmar sovuq narsa-da, sovuq. Ham nafaqat zax, nima ham masalan, ovqatda ham issiqlik, sovuqlik deymiz, shunga o'xshagan. Ruhan ham sovuq deb hisoblayman-da, shaxsan men. Endi men o'zim yondashuvim zamonaviy qilingan ekan hammasi. Mana aytilayotgandek, mana har bitta oyoq qo'yib, qadam qo'yib chiqayotgan joyimiz sovuqroq va issiqroq ekan. Mana oq rangligi sovuq, hatto sezilyapti. Men sizlarga buni aytyapman. O'zim hissiyotlarimni sovuq va issiq sezilib turibdi. O'zi aslida bu yerda kameralar bilan kirishga ruxsat berilmas ekan, lekin bizga ruxsat berildi. Mehmondo'stlik nuqtai nazaridan, O'zbekistonga bo'lgan hurmat nuqtai nazaridan ruxsat berishdi. Va albatta buni vatandoshlarimiz, boshqa yurtdagi vatandoshlarimiz ham ko'rishsa yaxshi bo'ladi. Ana u yerda uzoqda turgan joy biz ko'rgazma o'tkazadigan, muzokaralar o'tkazadigan hudud. Uni to'g'risidagi bizni yashab turgan mehmonxonamiz. Mana bu biz yashayotgan mehmonxonamiz va aynan bevosita ushbu joyni hovlisi. Mana yerlar hammasi marmar tosh, juda ham ozoda, top-toza. Va tog'ning yonbag'rida joylashganligi ham zo'r ekan, lekin daraxtlar ekilgan, yam-yashillik jihatidan bu yer ancha yaxshi ekan, chunki ochiq yashillikni odam sog'indi. Xuddi o'zimizni Chorvoq bo'ylariga o'xshar ekan tog'lari. To'g'rimi? Chorvoqning bo'yidagi tog'larga o'xshaydi xuddi.
Oqtosh, Zomin kabi hududlarimizga o'xshab ketar ekan, tog'lardagi hudud. Bu yerda pastki qismi fontan, favora o'zbekchasiga. Mana bu bevosita biz kirgan masjid. Kırmızı böyle. Xuddi o'zimizdan zominli bor-ku, shunga o'xshatdim men. Tugadi, yashil bo'ladi endi. Bularda ham ozgina nima bo'ladi qish hududi paytda. Misallar bizdagidek fasl alishganligi sezilmaydi-yu. Baylari to'kilib, yangi baylar chiqib, yangilanadi baylari. Malayziyada tropikda u yerda doim yam-yashil ekan lekin. Ancha yopiq bo'lsa kerak. Ha? Ha, mayli. Menimcha vaqti. Namoz vaqti ochiladi menimcha. Hozir shoshmay turinglar yigitlar. Ketdi bu yoqdan. Bu yoqdan ketdi. Nima deyapti? Maslahatlashib oladi. Mehmon dedi-ku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Thank you. Thank you. Mana bizga mehmonlar sifatida ruxsat berishdi kirishga. Aslida namoz vaqti ochilar ekan, mahalliy aholiga hozircha ruxsat yo'q. Thank you. Thank you. Mana tepaga qarab chiqib kelyapmiz. Mana bu yerda Qora aka, Hoji aka bu yerni Qora akasi ma'ruza o'qiydigan hudud ekan. Nihoyatda katta hudud. Mana tepani ko'rishingiz mumkin. Tepani ko'rishingiz mumkin. Pastda mana favoralar ham bor ekan. Menimcha kun issiq bo'lib ketganda bu favoralar qo'yiladi. Mana past hududda kitoblar mutolaa qilib o'tirishibdi. E'tiqodli yoshlar, bular dars o'tilyapti. Mana qo'llarni silkitishyapti. Thank you very much. Very beautiful mosque. Thank you, thank you. Tajikistan, Kyrgyzstan. O'qib oldingizmi? Assalomu alaykum. Mana shu yerlarga ham tashrif buyurish nasib qilganiga Xudoga shukr, Allohga shukr. Pokiston davlatida aholi ham bizga nisbatan munosabati juda ham ijobiy bo'lganini ko'rib xursand bo'ldim. Xudo xolasa hamkorliklarni sizlardan ham ko'mak kutamiz. Ya'ni Pokiston davlati bilan savdo sohasida, ilm-fan sohasida, qishloq xo'jaligi sohasida
hamkorlik qilishni istaganlar mazkur telefonga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz albatta bunga ko'mak beramiz. Yana ta'kidlaymanki, qishloq xo'jalik sohasida, hattoki bu yerga bizdagi o'sadigan o'simliklarni ekishga sheriklik qidirayotgan odamlar ham bor ekan. Ya'ni bu yerga kelib mahsulotlarni qo'shma korxona yoki oddiygina qo'shma fermerlik qilib turib, ular bilan birgalikda mahsulot ishlab chiqarib, foydasini teng sheriklikka ishlash imkoniyatlari haqida gaplashdik va bu imkoniyatlarni siz ishlab solishingiz mumkin bo'ladi. Pokiston jahonda aholining soni jihatidan 5-o'rinda turar ekan. Ya'ni 257 million aholi shu hududda yashar ekan, faoliyat yuritar ekan, mehnat qilar ekan. Va shuni qoq yarmidan ko'p qismi aynan qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanishar ekan. Shuning uchun bu davlat bilan hamkorlik qilish maqsadga muvofiq. Mana insonlar ham bizga nisbatan mana hurmat bilan qarashyapti, yaxshi muomalada bo'lishyapti. Bu imkoniyatlarni ishga solinglar azizlar, aziz vatandoshlar. Bizning maqsadimiz kelganimizdan O'zbekistonni rivojlantirish, dunyo jahon davlatlari bilan hamkorlikni takomillashtirish va albatta aholimizning hayot darajasini oshirish. Bunga agar istaganlar bo'lsa, imkoniyatlari bo'ladigan bo'lsa, yana qayta ta'kidlayman, ilm, fan, biznes va qishloq xo'jaligi sohalarida katta imkoniyatlarni ishga solish niyatida bo'lganlar, marhamat menga aloqaga chiqinglar. Men o'zim imkoniyatim darajasida Pokistondagi O'zbekistonning elchixonasi bilan muloqotdamiz. O'zbekiston havo yo'llarini bu yerdagi hududdagi vakillari bilan muloqotda bo'lamiz. Logistika borasida va boshqa masalalarda albatta sizlarga yordam beramiz. Qo'limdagi kameram ovozni yaxshi oladi-ku, lekin o'zim yaxshi olmaydi. Shuning uchun mana ko'rib turibsiz. Men qo'limda kamerada tasvirga olyapman. Ikkinchi qo'limdagi kameramda esa sizlar bilan muloqot qilyapman. Azizlar, xudo aytganimdek, Pokiston bilan hamkorlik qilish juda katta ahamiyatga ega va katta imkoniyatlarni biz uchun ochadi. Shuning uchun aloqaga chiqinglar, yordam beramiz. Yana qayta ta'kidlayman, qishloq xo'jalik sohasida katta istiqbollar bor va shu bilan birgalikda ilm fan borasida ham va biznes borasida, ya'ni tadbirkorlik sohasida bular bilan katta imkoniyatlar bor ekan. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, go'sht juda ham arzon ekan bu yerda. Yoki bo'lmasam bizga hozir olib ketilayotgan kartoshka kabi mahsulotlar ham shu hududda yetishib chiqarilar ekan va mosh, guruch kabi bizni ishlab chiqariladigan O'zbekistonning mahsulotlari ularda yaxshigina qiziqish uyg'otyapti va ular hamkorlikka tayyor. Ya'ni yerlari, hududlari sug'oriladigan maydonlarda O'zbekistondan keladigan fermerlar bilan hamkorlik qilishga tayyor. Qishloq xo'jalik agrar sohasidagi sanoatga ham tayyor bular. Ya'ni O'zbekistonda traktor ishlab chiqariladigan zavodni bu yerda balkim filiali qurilishi ham ehtimoli mavjud. Shuning uchun qiziqqanlar bo'lsa, marhamat aloqaga chiqinglar. O'zbekistonning rasmiy elchixonasi bilan birgalikda sizlarga yordam berishga harakat qilamiz. O'zbekiston eksportchilar uyushmasi, O'zbekiston oziq-ovqat sanoati ishlab chiqaruvchilarining uyushmasi vakili sifatida bu yerda yuribman va shu bilan birgalikda Rozmetov korxonasi, Ermak korxonasi va Zebiniso ona korxonalarini mahsulotlarini olib kelib taqdim qilishni harakatidaman. Shuning uchun bir safimizni kengaytiraylik, jahondagi davlatlarga mahsulotlarimizni sotaylik. O'zbekistonga albatta bu katta foyda keltiradi. Bu masalada xayrixoh bo'lishingizni, qo'llab-quvvatlashingizni va albatta o'zingizni mahsulotingizni sotishga imkoniyatlarni foydalanishingizni taklif qilaman. Taklifimni agar inobatga oladigan bo'lsangiz, marhamat aloqaga chiqinglar. Sog' salomat bo'linglar. Mana o'sha issiq va muzdek marmarlar bo'ylab harakat qilib tushib kelyapman. Mana u yerda ham hamma marmar tosh qilingan.
va biz qaytish arafasidamiz. Bular uchun o'ziga xos ziyoratgoh ekan. Hamma er-xotin bo'lib farzandlari bilan kelib ziyorat qilib ketishyapti. Namoz o'qib, bemalolchilik sharoitlar juda ham chiroyli. Mana kirishda hattoki oyoq kiyimlarimizni ham topshirib, o'rniga kartochka olib chiqib ketyapmiz. Qayerda ekanmiz aniki? Yigitlar. Malik qayerda ekan? Bo'ldi, thank you. Mana alpatinkam bu yerda ekan. Otang uni satek Yerlarga kiyib. Thank you very much. Yes, thank you. Thank you. Açtamıdı? O'zbekcha ham gapirib boramiz ba'zi payt. Osmonda bulutlar. Ma'qul bo'ldimi? Sizlarga? Ozgina. Ichkariga kira oldinglarmi? Ha. Siradan keyin olib qo'ydi. Siz sal Yo'q, qolib qoldingizda. hamma ancha. Men nimam katta edi, tajribam katta edi. Ko'pincha mana shu ishlar bilan ovora bo'lib, oxirgi kunga taqaladida qolib ketib qoladi. Bugun hozir bo'shmiz, yarim soat vaqtimiz ketdi. Zato shunaqa chiroyli joylarni oldik. O'zingizlarni tasavvuringlarni, hissiyotlaringlar haqida ikki og'iz gapirib beringlar. Endi Hindistondan ancha farqli. Asosiysi insonlar odobli, insonlarni odamgarchiligi baribir musulmon xalqligi bilinib turadi. O'ziga yarasha insonlarni tabiati, nima deydi, odamgarchiligi juda namoyon bo'lib turibdi. Men shamolni to'syapman, xavotirlanmang. Siz ham fikringiz? Menga hozir tabiat juda ham yoqdi. Odamlar ham endi Hindistonda ham misol uchun odamlar unaqa emas. Bu yerda ham yaxshi desak bo'ladi. Sodda, o'zidan o'zbek xalqiga o'xshagan sodda xalqda. Odamlar ana beg'ubor anaqa. Bag'ri keng. Tabiati ham juda ham chiroyli ekan. To'g'ri endi ana bizani o'rganib qolgan katta beton shaharlarga o'xshamaydi. Lekin hamma yoq sof, tabiiy joylarda. Ana o'zida itaradigan narsasi yo'q. Menga yoqqan joyi to'g'ri aytyapsiz. O'sha bag'ri keng, yaxshi odamgarchiligi bor deyapsiz. O'zi aslida bizani islomiy qadriyatlarimizda ular bilan bizani birlashtirayotgan islomiy qadriyatlarda odamlar odamlarga nisbatan yaxshi bo'lishi kerak. Shuni xalqimiz tushunsa, shunga rioya qilsa zo'r bo'lardi. Chunki mana ko'rib turibsiz, Pokistonda shuncha aholisi ko'p, juda ham boy yashamas ekan, lekin shunga qaramasdan odamlar bir-biriga nisbatan mehri kuchli ekan. Shu hozirgi kunda yo'qolib borayotgan juda ham ko'p bizani madaniyatimizga xos bo'lgan mehr, muruvvat, bag'ri kenglik tushunchalari bu yerda bor ekan, hali ham bo'lsa. Bizani nima deydi? Bizda yomon demoqchi emasman, lekin bizda nisbatan kamayib ketyapti-ku shu narsalar. Bitta o'rganadigan narsalarimiz ko'p ekan-da bu. To'g'ri. Bizda ham bor, lekin bitta narsada ba'zi payt meni negativ gapirasan deb ayblashadi-da. Odam o'zini takomillashtirish uchun, o'zini ustida ishlash uchun, yaxshi inson bo'lish uchun har doim o'ziga nisbatan ham boshqalarga nisbatan ham ozgina tanqidiy yondashuv bo'lishi kerak. Xolis tanqid qila olgan odam, o'zini xatolarini ko'ra olgan odam to'g'rilashga ham yarim qadam bosgan bo'ladi-da. Xuddi shu. To'g'rilash yo'lida bo'ladi. Ikkinchidan yana bitta men endi psixologiyani ham o'qiganman-da. Odam qachonki tanqidni yaxshi qabul qilib, o'sha xatolarini, kamchiliklarini tuzatsa-gina rivojlanadi. Agar aybini meni yomonlayapti, g'iybat qilyapti degan yondashuv bo'lib turib, aybini to'g'rilamasa hayotda rivojlanmaydi. Shuning uchun rivojlanishi sekretlari deydi-yu, sirlaridan bittasi ham o'sha tanqid. Ba'zi paytlarda tuhmat ham bo'lishi mumkin. O'zini gap bor-ku, muammoni to'liq
tasavvur qila olishingni o'zi uni hal qilishda yarmi yo'lini bosib o'tgansan deydi-yu, ya'ni yarmini hal qilgansan deydi. Muammoingni to'liq tushunsang, yarmini hal qilgansan deydi. Xuddi shu. Bunaqa unga to'g'ri qarash kerak bu narsaga. Birov hamma joyda bo'ladi. tanqid qilayotganda bitta hamta noto'g'ri gap ketib qolsa, uni qo'yib yuborish kerak. Bo'ldi. Bu bo'lmagan gapni u bilan bahslashishga ham foydasi yo'q. Men bahslashaman ko'pincha, lekin noto'g'ri. Lekin to'g'ri qabul qilib uni o'zini o'zgartirsa, tanqidiy qilsa o'zgaradi. Endi hozir mana qadriyatlar haqida gaplashdik. Tadbirkorlik nuqtai nazaridan o'zingizlarning tajribanglar, boya elchixonada siz bilan gaplashdik-ku. Yo'q, navbat men bilan o'tib ketaylik. دل تپیدنها خروش به نفس دارم ریاضی در مینا O'zi Afg'onistonga borganimda podkastlar ham qildim-da. Bu yerdagi tadbirkorlar bilan, lekin ko'pchilik iymanib o'tirib uncha gapira olmadi. Turibdi, hali qo'yganim yo'q. Lekin mana Pokistondagi sizlar mana tajribanglar bor ekan. Xorijga eksport qilish bo'yicha, ko'rgazmalarda qatnashish bo'yicha katta tajribaga ega ekansizlar. Shuni bo'lashaylik, chunki tashqi bozor keng, 8 million aholi yashaydi, milliard aholi yashaydi. Uni bir-birimizdan qiziqganimizdan ko'ra qo'llab-quvvatlasak zo'r bo'ladi degan taklifimni xo'p dedingiz. So'zingizdan ushlaymiz, tilingizdan ushlaymiz. Shu bo'yicha balkim bir vaqt topib yoki mehmonxonada yoki o'sha boradigan joyimizda men mikrofonlarni chiroyli quvlab qo'ysamda, bitta podkast qilib o'sha tadbirkorlik sir asrorlarini bir o'rgatadigan podkast qilmaymizmi? Bo'ladi. Biz endi o'zimizni kimgadir nimadir o'rgatadigan darajada deb bilmaymiz, lekin agar o'z fikrlarimizni aytamiz, agar kimgadir foydali bo'lsa, bo'lishi mumkin. O'zimizdan kelib chiqqan holatda, o'zimizdan nima deydi, tajribamizdan kelib chiqqan holatda nimadir bilgan narsalarimizni o'rgatib tushuntirishimiz mumkin. Azizlar, mana kamtarlikni ko'rdinglarmi? Haqiqiy kamtar insonlar. Mana Pokistonda yuribmiz, mana bunaqa bir zo'r, ulug' joylarda yuribmiz. Butun dunyo havas qiladigan joylarda yuribmiz-da. Tadbirkorlik bo'yicha sirlarni o'rgatinglar desa kamtarlik qilishyapti. Bizda Toshkentda, O'zbekistonda umuman tadbirkorlikni tesini tushunmaydigan odamlar katta zallarni yig'ib olib aql o'rgatayotganimizni bilamiz-ku. To'g'rimi? Men ba'zi payt kulib o'tiraman-da, gaplari bir xillarda mantiqsiz, bir xillari to'g'ri, bir xillari aqlli, bir xillari kechirasizlar tupoy gaplari. Lekin o'shalarni eshitib bir muvaffaqiyatga erishish ehtimoli bor, lekin ikkita bu Amerikaning kitobini o'qib olganda O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi u. Uni O'zbekistonda qilaman desa yutqizib qo'yadi, keyin umuman qo'yin sovib ketadi biznesga. Shuning uchun infotsigan deyiladi o'zbekchaga kerak. O'sha infotsiganlarni to'g'ri o'tdi. Men poylab turdim, sekin tadbirkorlarimiz, yoshlarimiz bu narsani tushunib boryapti. Endi Xudo xolasa sekin bizani galimiz endi chiqib, og'aynilar, ko'rdinglarmi? Bularni nimasini endi bizani eshitdinglar deydigan davr keldi. Nima deydilar, ma'qulmi? Kompaniyalar nomini aytinglar, reklamaga pul olmayman. Sladus Produce korxonasi. Endi bizning o'zbeklar gap bor, bilganlar biladi deydi. Bilganlar biladi. Rahmat. Ayting. Status Produce qoshida ochilgan korxonaning menejeriman. Yo'lzi Food kompaniyasini biz birgalikda ish yuritamiz. Qolsa bizning ma'lumotlar odamlarga qiziq bo'ladigan miqdorda. Rahmat. Mana yetib keldik o'zimizning manzilimizga. Mehmonlar. Mana endi ko'rdim, qarang, bular rosa yasatar ekanda, mashinani bormi? Ko'zlarning rasmi bor-ku. Bu holva, burzovoylari bormi? Mana yuk mashinalari, avtobuslarni nihoyatda böyle gulla. Mana yana bittasini mana ko'rsataman. Mana bu bizga qiziqdi, O'zbekistonda yo'nalsa. Bizda bunaqa qilsa bilasizmi nima bo'ladi? Birinchi gayiga go'sht bo'ladi. Hozir Kristoni olib tashladik. Yana tikomi? O'xshar ekan tikoga, o'xshar ekan. Bunaqa Suzuki'dek ko'p ekan bu yerda. O'zi Suzuki'ni o'g'li-ku tiko, bilasizlarmi? O'zi asosan mana shu Dubayda ham, Sharja shahrida ham asosiy mashina sistemasini pokistonliklar egallagan-da. O'zi pokistonliklar egallagan. O'sha Amerikalardan kelayotgan, konteynerlarda kelayotgan mashinalarni o'zi tekshiradi-da, keyin bular bu yerga Amerikadan, Dubaydan eksport qilishadi, bo'lib olib kelishadi. Bizda unaqa narsa boshqa degan narsa yo'q. Endi Pokiston Dubayda biz ko'p bo'lganmiz, mana shu yo'nalishda sferamizda yozgan tushunchamiz borligi uchun
mashina bu yoqda rastimishki bo'lmaydi, shu so'yib olib kelishadi, nomer taqib beradi bu yoqda hech qanaqa muammosi. Shuning uchun asosan o'ng taraf ruli o'ng tarafda bo'lgan, passajiri chap tarafda bo'lgan mashinalar asosiy bu yoqqa oqimi katta. Men butun umr inomarka haydaganman. Ozgina haydagan paytlarim bo'lgan, Damas kabi mashinalarni ishxonaga olganimda, qolgan payt har doim inomarka haydaganman. Inomarkani ustalari, o'zbek ustalari bor, yaxshi ustalar bor. Achi deyishardi, eshitsa ham bo'lsanglar kerak. Yana bitta Muzaffar ukalarimiz bor, yaxshi bolalar ham bor, bir xillari, lekin aybini aytish kerak, zaryadgacha otishadi, qimmat. O'shani hisobiga ko'pchilik inomarkadan qochadi, lekin oxirgi paytlarda bir 5-6 yil oldin, 5-6 yil emas, bir 10 yilcha bo'pti, Lexus'ga binganimda Pokistonliklar usta edi O'zbekistonda. Pokistonliklar, afg'onlar usta edi, inomarka ustalari. Arzimagan pulga bir narsalar qilib, nimangizni, hadovoyingizni zo'r qilib berardi. Motor qiladiganlar ham bor edi. Shuning uchun endi bularni eng asosiy motivatsiyasi mehnatga aholisini hayot darajasi juda ham yuqori emas. Chunki aholi ko'p. Shuning uchun usta bo'lib, hatto O'zbekistondagi davlatga borib tirikchilik qilganiga 5 baho qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Nima deysiz? Mavzudan mavzuga o'tib ketaveramiz shunaqa. Alloh nasib qilib shu joylarga kelganimizga xursandman. Xudo xolasa biz qaytamiz. Keyingi yil xudo xolasa mahsulotlarni, shartnomalarni qilish uchun kelamiz degan umiddaman. Mana bitta qo'limda kamera, bitta qo'limda demak o'zimni oladigan kamera. Mana shu hududlarga kelgan nasib qildi. Sizlar bilan yana boshqa joylarda ham ko'rishamiz deb umid qilamiz. Sog' salomat bo'linglar. Nimada montajda nima bordi?